bitta masalan hozir kimdir oladi, retsept yozib beradi-ku ozish uchun. U umuman natija bermaydi. Chunki qara qancha sabab chiqib kelyapti-da. Odam turmush tarzini o'zgartirmasa, o'zi uni xohlamasa, bizlar odamlar o'rganib qolganda bitta zo'r tabletka ber, zo'r bo'lib ketadi. Bitta zo'r doktor topib ber, 10 kunga davolasin, yaxshi bo'lib ketadi degan vaqtinchalik natijaga suyanib qolgan ko'pchilik odam. Bu ham psixologiyaga bog'liq. Chunki psixologik odam, ruhiy sog'lom bo'lgan odam o'zi tushunib yetadiki, uni sog'lig'i o'zini qo'lida. Odam sog'lom bo'lish uchun birinchi navbatda ruhiy sog'lom bo'lish kerak. Ruhiy sog'lik bu insonni pozitiv holati, ichki kechinmalari, boshqalar bo'lgan munosabat, stress holatlari bo'lsa ham stressdan tez chiqib ketish holati. Bular hammasi ruhiy salomatlikka kiradi-da. Masalan, ruhiy salomatlik baribir biz insonda qaysi bir holatda toliqishi mumkin, charchashi mumkin. Buni ham anglab olish ham bu ham ruhiy sog'liqqa keladi. Charchadimi, odam inson ayta olish kerak, men bugun charchadim, dam olishim kerak debdi. Bir narsadan kayfiyat yo'qmi, shuni anglashim kerak. Kayfiyatim yo'q, dam olishim kerak. Masalan, shunday vaqtga nima qilish kerak? 15-20 minut quyoshda aylanish kerak. Quyoshda aylangan vaqtda bizda kayfiyat gormonlari bor, serotonin. Serotonin ishlab chiqadi, biz yana kayfiyatimiz, o'zimizga kelib, fikrlarimiz tozalanib, yana pozitiv holatga tushib olamiz. Yoki ruhiy salomatlikni barqarorlashtirish uchun bizga mana vitamin D kerak. Vitamin D uchun ham biza quyoshda aylanishimiz juda ham zarur. Magniy bizlarni ruhiy holatimizni barqarorlashtiradi. Bundan nima kelib chiqadi? Ruhiy sog'lom bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Bizda ruhiyatimiz uchun kerak bo'lgan oziqalarni ham berishimiz kerak. Harakat, toza havoda yurish, suv ichish, bu turmush tarziga kiradi-da, sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Ko'pchilik odamlar shuni xohlashadiki, aptekaga borishsa, qimmatbaho qandaydir bir tabletkani topib olishsa-da, shuni iste'mol qilib, shunday tuzalib ketsa. Bu hech qachon unday bo'lmaydi. Buning uchun har bir kishi o'zini yaxshi ko'rishi, o'zini ustida ishlashi, o'zini sevishi, shaxsiy rivojlanishi, tanish uchun ham har xil rivojlantiruvchi kitoblar o'qish, yaxshi insonlar bilan muloqotda bo'lib turish bizni ruhiy oziqlantiradi, ruhiy sog'lom barqaror qiladi.